Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli görürmenler. İstiqlal kündülük haberlerini görüşüngana kızgın karşılamız. Men Erşidin Ediqot. Tövende vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibiga alaqadar muhim haberlerini huzurunla sunumuz. Qani diqqatinglar ekranımızda bolsun. Xitoy Kompartiyasining organ jurnalida irqiy qirg'inchilik ta'kidlandi. 1 noyabr Xitoy Kompartiyasining organ jurnali bo'lgan izdinish jurnalida atalmış Uyg'ur Abnum rayonluq komitetining imzosida yangi boshlanish nuqtasida sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurib chiqayli nomli maqola e'lon qilingan bo'lib, Xitoyning Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini texmo qattiq ijro qildiganligiga ishorat qilindi. Maqolada atalmış Uyg'ur Abnum rayonining Xitoy Kompartiyasining yetakchiligida nomrodlikdan qutulib, turlik muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirganligi, jamiyat muqimligi asosining mustahkamlanganligi, bo'lginchilikka qarshi turishda ko'rinarli natijalar qo'lga keltirilganligi, uda ko'p yil atalmış zo'ravonlik, terrorlik voqealarining yuz bermaganligi qatorliq safsatlar o'rin olgan. Maqolada yana atalmış Junxo millati o'rtaq gavdasi qurilishining olg'a siljitilganligi, Xitoy til yoziqining kengaytirilib umumlashtirilganligi, atalmış Junxo madaniyatini qalbdan e'tirof qilishini o'z ichiga olgan, bashni qalbdan e'tirof qilishining uzluksiz kuchaytirilganligi qatorliq terror siyosatlari zo'r natija sifatida o'ttirg'a qo'yilgan. Maqolada Xitoyning Sharqiy Turkistondagi sistemalik irqiy qirg'inchilik siyosatini boshlashiga kuchaytirishga munosabatli bo'lgan harakatlar eslab o'tilgan bo'lib, Xitoy rejimining 2014-yili 2020-yili ilgari keyin bo'lib ikkinchi qatimliq 3-chi qatimliq atalmış Xinjiang xizmati suhbat yig'ini ochganligi, 2014-yili, 2022-yili, 2023-yili va 2025-yili Xi Jinpingning 4 qatim Sharqiy Turkistonga borganligi qatorliqlar qayd qilingan. Maqolada Xitoyning Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni texmo kuchaytirib ijro qildiganligiga ishorat qilinib, Sharqiy Turkistonda jamiyatning muqimlashganligi, ammo atalmış 3 xil kuchning singib kirishi, buzg'unchilik qilishining to'xtab qolmaganligi, atalmış terrorlikqa qarshi turish, muqimlikni qo'g'dashning yanada mushkul ekanligi, yangi boshlanish nuqtasida atalmış 3 xil kuchga qattiq zarba berish yuqori besim holatini saqlaydiganligi, chegara rayonining muqimligiga kapolatlik qildiganligi ta'kidlangan. Maqolada yana Sharqiy Turkistonda pan-turkizm va pan-islomizm ideyasining tarqalgan vaqtining uzoq ekanligi, atalmış bashni qalbdan e'tirof qilishini kuchaytirish vazifasining ig'ir yo'lining yiroq ekanligi, bundan keyin Xitoy til yoziqini texmo umumyuzlik kengaytib umumlashtirganligi, yosh o'smirlarga qarata xizmatlarini kengaytirganligi, har qaysi millatlarning yo'g'rilishi, madaniyat jihatda singishishi, urug' tuqqanda yaqin o'tishiga doir tashviqotlarni kuchaytirganligi qatorliqlar tilga olinib, assimilyatsiya mingi yuyish jinoyatini texmo kuchaytirib davomlashtirganligiga ishorat qilgan. Maqolaning oxirida Sharqiy Turkistonni texmo yaxshi kontrol qilish uchun diviziyalarning kuchini zo'raytirganligi, atalmış muqimlikni qo'g'dash, chegarani qo'g'dashda diviziyalarning rolini joriy qildirganligi da'vo qilingan. Xitoy Kompartiyasining asosliq organ jurnalida e'lon qilingan mazkur maqoldagi ma'lumotlar Xitoyning Sharqiy Turkiston xalqiga qaratgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini texmo kuchaytirib, kengaytirib ijro qildiganligini ko'rsatib bermoqda. Trump Xitoy maxfiy yadro siniqi qilyotidi dedi. Amerika prezidenti Donald Trump Xitoy bilan Rossiyaning yadro siniqi qilayotganligini, ammo buni oshkorlamaganligini bildirdi. Xitoy bo'lsa buni inkor qildi. Trump 2 noyabr CBS kanalining ziyoratini qabul qilganda yuqorqi so'zlarini o'ttirg'a qo'ydi. U Xitoy va Rossiyaning yadro siniqining xarakteri haqida to'xtalmagan bo'lsa-mu, Amerikaning mo sabtin qolmaydiganligini ta'kidladi. Trump bu haqda, garchi yadro qurolining kuchi intayin zo'r bo'lsa-mu, dunyo bek cho'ng, ularning nada sinaq qilayotganligini bilolmasligingiz mumkin. Ular cho'nqur yer ostida sinaq qilyotidi. Kishilar buni bilolmaydi. Siz faqat yenik tavrinishni his qila olaysiz deganlarni qayd qildi va Amerikaning yadro siniqi qilishi kerakligini ta'kidladi. Amerika Energiya ministri Chris Wright orqadilla Fox xabar kanalida bu to'g'riliq tushuncha berib, Amerika hukumati ko'zda tutqunning yadro portlatish siniqi emas, balki yadro sistemasi siniqi ekanligini, bu orqali yadro qurollarining normal mashg'ulot qila olishiga kapolatlik qila oladiganligini bildirdi.
Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Tunugün muxbirlarning bu vaqtdagi savoliga javob berib, Xitoyning avval yadro quroli ishlatmaslik siyosati ijro qilib, o'zini qo'g'dash yadro strategiyasida ching turib kelganligi, yadro siniqini to'xtatish va'dasiga amal qilganligi, Amerikaning yadro qurol siniqini to'xtatish va'dasiga amal qilishga chaqirganligi haqida jar soldi. Amerika prezidenti Donald Trump oldingi hafta boshqa davlatlarning sinoq programmalari sababidan davlat mudofaa ministrligiga yadro qurollarini tang asosda sinoq qilishga boshlash to'g'risida yo'l yo'riq tushirganligini e'lon qilgan edi. Rossiya bosh ministri Xitoyga ziyoratga bordi. Rossiya bosh ministri Mikhail Mishustin 2 kunlik ziyoratda bo'lish uchun Xitoyga yetib borgan bo'lib, Xitoy raisi Xi Jinping va bosh ministri Li Qiang bilan bo'lgan uchrashuvlarda asosiy G'arbning besimlariga qarshi iqtisodiy va texnologiyalik hamkorliklarni muzokara qilishi kutilmoqda. Mishustin 3 noyabr Hangzhou shahrida Li Qiang bilan doimiy hukumat boshliqlari yig'ini o'tkazgan va bugun Xi Jinping bilan Beyjingda ko'rishgan. Kreml sarayi bayonotchisi Dmitriy Peskov Mishustinning Xitoy ziyoratiga nihoyat zo'r ahamiyat beradiganligini bildirish bilan birga, Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Mishustin orqali Xi Jinpingga bir signal yo'llaydigan yo'llamaydiganligi to'g'risida fikr berishdan o'zini qochirgan. Putin bilan Xi Jinping 2022-yili 2-oyda Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishidan burun cheksiz hamkorlik kelishimi imzolagan edi. Shu vaqtdan buyon Rossiya G'arbning embargolarining ta'sirini azaytish uchun Xitoyga yuzlangan bo'lib, bu jarayonda rekord yaratgan ikki taraf savdosi, Xitoy pulini ishlatish va bargan sari cho'nqurlashgan energiya hamkorligiga diqqat qo'zg'amoqda. Biroq yaqinqi oylarda Xitoy Rossiya savdosida tuvallash ko'rildi. Rossiya savdo sanoat ministri Anton Alixanov bu ahvolning tashqi iqtisodiy besimlar va Rossiyada Xitoy mahsulotlariga bo'lgan bozorining avotligining ifodasi ekanligini ilgari surgan. Mishustin Xitoy ziyorati jarayonida bo'libmi ikki taraf o'rtasidagi savdo iqtisodiy munosabat, qatnash va sanoat hamkorligi, energiya sherikligini kuchaytirish va yuqori texnologiya ham yeza egilik sohalarida kengaytirilgan hamkorlik masalalarini muzokara qildi ekan. Xitoy va Rossiya o'rtasidagi eng oxirgi hukumat boshliqlari yig'ini 2024-yili 8-oyda Moskvada o'tkazilgan edi. Bu yig'inda Li Qiang ikki taraf munosabatini yangi jo'shqinlik, harakatchanlik deb sifatlab maqtagan edi. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganingizlarga rahmat. Ertadagi programmada ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.